Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida bitiruv marosimi bo'lib o'tdi. Zamon talablari asosida tashkil etilgan o'quv jarayonida soha sir asrorlarini egallagan ta'lim dargohi tarbiyalanuvchilariga diplom va ilk ofitserlik unvonlari topshirildi. Hozir shu haqda. O'z vaqtida ogoh etish, qutqarish va yordam ko'rsatish. Bu haqiqiy qutqaruvchilarning shiori. Mana bu jasur yigitlarga esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida ana shunday vazifalarni professional tarzda amalga oshirish o'rgatildi. 5 yillik intensiv o'qish yakuniga yetgach, O'zbekiston qutqaruv kuchlari safiga yosh ofitserlar qo'shildi. Ular birinchi harbiy unvoni, leytenantlik rutbasini shu kasbning faxriylari, murabbiylar, shuningdek, tadbirga taklif etilgan turli tashkilotlar rahbarlaridan qabul qilib oldilar. Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida o'quv jarayoni yuqori xalqaro standartlarga muvofiq tashkil etilgan bo'lib, bu borada universitet shu kabi yetakchi xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qiladi. Ularning eng ilg'or tajribalari o'zimizda joriy etilmoqda. Yosh ofitserlar tez orada bu yerda egallagan bilim va ko'nikmalarni amalda qo'llashni boshlaydilar. Bitiruvchilar ta'kidlaganidek, ularning birinchi vazifasi voqealarni oldindan baholash, ya'ni favqulodda vaziyatning oldini olishdir. Agar ular sodir bo'lsa, uni tezda va zararlarni minimallashtirgan holda bartaraf etish hisoblanadi. Yigitlarning so'zlariga ko'ra, ular nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning turli hududlaridagi yirik qutqaruv operatsiyalarida ishtirok etgan, katta tajribaga ega bo'lgan hamkasblardan saboq olib, o'z bilimlarini oshirib borishda davom etadilar. Oliy bosh qo'mondonimiz tomonidan keng, qulay va shart-sharoitlar yaratib berilgan. Bunga javoban biz kelajakda xizmat faoliyatimizda favqulodda vaziyatlarni oldini olish hamda yong'in xavfsizligini ta'minlashda bor kuch-g'ayratimizni safarbar qilishga va'da beramiz. Farzandimni mana shu akademiyani bitirib, qo'liga diplom olib, ko'krak nishonlarini olib, hamda leytenant unvonini olganidan juda ham benihoyat xursandman. Ona sifatida eng baxtli onaman deya olaman. Tadbir bayram konserti bilan nihoyasiga yetdi. Bu hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. O'zbekiston 24 telekanaldan yiroqlashmang. Salomat bo'ling.